Assalomu alaykum do'stlar. Bizlarning 8-darsimizga xush kelibsizlar. Bizlarda bugungi dars ya'ni Jahon konsalting kanali orqali yozib borilyapti. Bugungi dars ham albatta Jahon konsalting agar sizlarga pulli darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon konsalting kanaliga adminga murojaat qilsanglar, sizlarni alohida kurslarimizga qo'shib qo'yamiz. Bu esa tekin darslar. Tekin darslar eslatib o'tamiz, to'liq bo'lmaydi. Ya'ni bular qisqacha dars olib boriladi, yozib boriladi. Bugun sizlar bilan mana shu darslarni birgalikda davom ettiramiz. Ikkinchi darsimiz bizada bugungi 8-darsimiz bizada insa haqida bo'ladi. Insa bu salomlashish yoki so'rashish degan ma'noni bildiradi. To'g'ri, so'rashish, birov bilan qanaqadir so'rashamiz, biz yaxshimisiz, tuzukmisiz deb xuddi shunaqa so'rashish ma'nosini bildiradigan mavzu hisoblanadi. Birinchi mavzuyimiz bizada Chonin Yujinyeyo, ya'ni mening ismim Yujin yoki men Yujinman degan mavzu bilan bo'lar ekan. Birinchi bo'lib davlatlarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Sizlar bilan nara davlatlar berilgan. Bizada boshladik. Fransiya berilgani, Fransiya degani Fransiya yoki Mongol degani Mo'g'uliston, ya'ni Mongoliya, Mongol. Rossiya degani Rossiya, Rossiya yoki Junguk degani Xitoy, Junguk yokida Hanguk degani Koreya, Hanguk. Ilbon degani Yaponiya yokida Vyetnam degani Vyetnam. Malayziya. Xuddi shu so'zlarimiz berilgan bizada va bularni mana lug'atdan ham ko'ra olsak bo'ladi. Braziliya yoki berilmagan so'z Miguk, Amerika, Junguk, Xitoy. Xuddi shunaqa qilib biza nara davlat degani lug'atdan ko'rib yodlab olsak bo'ladi. Bularni yodlaymiz. Chunki foydali bo'ladi, bular kerak bo'ladi lug'atlar. Miguk mana Braziliya qanaqa qilib biza o'rganishimiz mumkin bo'lar ekan. Bizada birinchi bo'lib koreys tilida o'zimizni tanishtiramiz, to'g'rimi? Qanaqa tanishtirar ekanmiz? Koreys tilida birinchi salom beramiz va mening ismim mana shunaqa deymiz yoki mening ismim mana shunaqa deb davom ettiramiz. Misol uchun annyeonghaseyo, 저는 김민호예요 deyiladi. Birinchi bo'lib biz bilmagan odamimizga qanaqa salomlasharmiz ko'rsatilgan. Bizada annyeonghaseyo degani koreys tilida assalomu alaykum degani, o'zbek tilidagi tarjimasi assalomu alaykum, annyeonghaseyo. Va undan keyin 저는 뭐뭐뭐뭐예요, 저는 김민호예요 deb talaffuz qilinadi. Xuddi shunaqa yoki biz to'g'riroq tanishtiramiz o'zimizni. 저는 yoki 제 이름은 뭐뭐뭐입니다. 제 이름은 뭐뭐뭐예요. yoki 저는 뭐뭐뭐예요 deb o'zimizni ismimizni o'rniga qo'yib aytsak bo'lar ekan. Va bizada nima bekorga davlatlar berilmagan, chunki men mana shu davlatlikman, men mana shu yerlikman deb ishlatsak bo'ladi. 한국 사람이에요 deb berilgani bu yerda. Hanguk degani Koreya, saram degani esa odam, koreyalik odamman deyiladi, lekin buni ma'nosi koreyalikman degan ma'noni bildiradi. Hanguk saram이에요. ya'ni xuddi shunaqa ifodalasak bo'ladiki, 안녕하세요, 저는 압둘러흐예요, 저는 타ሽ켄트 사람이에요 yokida O'zbekiston saram이에요 deb ifodalasak bo'lar ekan. Va ikkinchi odam ham nima deydi? Xuddi shunaqa tanishtirar ekan o'zini. annyeonghaseyo, 저는 다니엘이에요. Daniel nima ekan? Uni oti Daniel ekan, uni ismi. 미국 사람이에요. U amerikalik ekan, ya'ni men amerikalikman deyapti. 저는 미국 사람이에요 yokida 미국 사람이에요 라고 표현할 수 있어요. ya'ni xuddi shunaqa ifodalasa bo'ladi. 안녕하세요, 저는 다니엘이에요. 미국 사람이에요 deb biza xuddi shunaqa ifodalasak bo'lar ekan. Va mana qanaqa tanishtirish berilgan ismlar bilan birga bizada 저는 요진이에요, 저는 크리스예요, ya'ni qisqacha bu o'zini tanishtiryapti, so'rashyapti, insa qilyapti, ya'ni insa bu salomlashish. Mana annyeonghaseyo berilgan, bizada 친구와 연습해보세요 degan mashq, do'stingiz bilan mashq qilib ko'ring deyilyapti. assalomu alaykum, men Mariman, 저는 말이에요.
ikkida 안녕하세요 bilan mana yana assalomu alaykum bilan boshlayapti. 저는 다니엘이에요. mening ismim Daniel yoki men Danielman degan ma'noda ishlatilyapti. 만나서 반가워요. 만나서 반갑다, 만나서 반가워요 degani koreys tilida tanishganimdan xursandman degani, tanishganimdan xursandman degani. 다니엘 씨, ya'ni Daniel, 반가워요. ikkinchi odam ham 반가워요. Men ham xursandman degan ma'noda ifodalayapti. Ya'ni tanishganimdan xursandman, men ham tanishganimdan xursandman degan ma'noda ifodalayapti. Mana keyingisi dialog ko'radigan bo'lsak, 안녕하세요. 저는 제니예요 deb yozilgani 안녕하세요. 저는 제니예요. ya'ni mening ismim Jenny. 안녕하세요. 저는 에릭이에요. 안녕하세요. assalomu alaykum. Men Erikman. 되었다. 만나서 반가워요, 에릭 씨. 반가워요, 제니 씨는 어느 나라 사람이에요? Mana bizada yangi lug'at chiqdi, yangi so'z, gap. Bu qanaqa ishlatiladi? Ya'ni siz qayerliksiz degani koreys tilida onu nara saram'iyeyo bo'ladi. Ya'ni siz qayerliksiz degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni qaysi davlatliksiz degan ma'noda, qaysi mamlakatliksiz degan ma'noda ishlatiladi. onu nara saram'iyeyo ko'rinishi bizada. 저는 미국 사람이에요. ya'ni men amerikalikman deyapti. Men amerikalikman deyapti. xuddi shunaqa bu yerda berilgan 안녕하세요 mana yana 저는 선날이에요. 만나서 반가워요. koreys tilida salomlashish xuddi shunaqa, so'rashish xuddi shunaqa bo'lar ekan. assalomu alaykum bilan boshlanadi va mening ismim palonchi palonchi yoki mening ismim mana shunaqa, tanishganimdan xursandman yoki siz qayerliksiz, 어느 나라 사람이에요 deb xuddi shunaqa mana quyida berilgan kitobda ko'rib turibmiz. Xuddi shunaqa ifodalasak bo'ladi. Bu koreys tilida insa mavzusini bildiradi. insa degani so'rashish va salomlashish deb tushunsak bo'ladi. 우리 반 친구는 어느 나라 사람이에요? ya'ni bizning guruhdagi do'stimiz qaysi shaharlik deyapti. Bu yerda 안나시예요. Rossiya saram이에요. uni ismi Anna ekan, u rossiyalik ekan. Xuddi shunaqa biza ifodalab ketsak bo'ladi. Bu koreys tilida insani bildiradi, ya'ni salomlashish yoki so'rashish ma'nosini bildiradi. Va keyingi bizadagi mavzuyimiz Yujinchining 학생이에요. ya'ni Yujinchi talabadir. Koreys tilida o'zimizni kimligimizni aytsak, ya'ni qaysi kasb egasiligimizni aytamiz, xuddi o'shanda ishlatiladigan biza iboralarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Misol uchun 안녕하세요. 저는 제니예요. 미국 사람이에요 deyilyapti. Quyida berilgan mashqda biz shu yergacha o'rgandik. assalomu alaykum. Men Jeniman. Men amerikalikman. Va men talabaman deb ishlatyapti. 학생 degani talaba. 학생이에요. men talabadirman deb ishlatyapti. Agar men palonchi palonchiman deb biz o'zimizni kasbimizni aytadigan bo'lsak, albatta chonin so'zini qo'shamiz yoki umuman qo'shmasak ham bo'ladi. 학생이에요 deydigan bo'lsak, biz men talabaman degan ma'noni bildirayotgan bo'ladi. Yoki mana berilgani 안녕하세요. 저는 에릭이에요. 프랑스 사람이에요. 운동선수예요. ya'ni men sportchiman deb ishlatyapti. 저는 운동선수예요. yoki 운동선수예요 deb ishlatyapti. Xuddi shunaqa ishlatsak bo'lar ekan. Biror koreys tilida kasb, o'zimizni kasbimiz bo'ladi. Talaba bo'lamizmi yoki boshqa bo'lamizmi, bizning kasbimiz hisoblanadi. Kasb nima deganda 직업이 뭐예요 deb ishlatiladi. 직업이 뭐예요? xuddi o'shanda biz unga javob berishimiz kerak bo'ladi. 학생이에요. 저는 학생이에요. 저는 변호사예요. men advokatman yoki umuman men talabaman. 저는 선생님이에요. men o'qituvchiman deb xuddi shunaqa bizada ishlatsak bo'ladi. 어느 나라 사람이에요? mana berilgan yana bizada shu savol Jamal va Hani temaymida. Bular demak dialoglar bizada ko'rsak bo'ladi. Xuddi shunaqa bizada ishlatsak bo'ladi. Misol uchun yana bizada dialog 안녕하세요. 저는 나나예요. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요 degani ismingiz nima degani. 이름이 뭐예요 degani ismingiz nima degan ma'noni bildiradi. 나나 이름이 뭐예요? 저는 에릭이에요. 만나서 반가워요. deyapti. mening ismim Erik, tanishganimdan va xursandman.
Men ham xursandman. Erikshi, siz qayerliksiz? Ota Erikshini onanas haramiyeyo, onanas haramiyeyo yana eslatib o'taman. Bu qayerliksiz, qaysi mamlakatliksiz degan ma'noni bildiradi. 저는 프랑스 사람이에요. Men fransiyalikman. 나나시는요? 나나시 siz qayerliksiz? Men Xitoydan keldim. 저는 중국에서 왔어요. deb bizada dialogda berilyapti. Xuddi shunaqa biz ifodalasak bo'lar ekan. Ya'ni onanas haramiyeyo qayerliksiz? 이름이 뭐예요? ismingiz nima? 직업이 뭐예요? bo'ladigan bo'lsa, boya aytib o'tdik, kasbingiz nima degan ma'nolarga ishlatilar ekan va bu ham insa mavzusining ichida berilgan, ya'ni so'rashish mavzusining ichida berilgan. Xuddi shunaqa biza koreys tilida so'rashib, salomlashsak bo'lar ekan. Bugungi sizlar bilan ko'rib chiqadigan darslarimiz mana shu yoqqacha edi. Eslatib o'tamiz, bu darslar Jahon Consulting kanali orqali yozib borilyapti. Bu darslarni agar sizlar pulligini xohlaydigan bo'lsanglar, to'lig'ini bizada alohida darslarimiz bor, pulli darslarimiz bor. Bu sizlar mana ekranda ko'rsatib o'taman. Jahon Consulting adminiga murojaat qiladigan bo'lsanglar, sizlarga biza pulli kurslarimiz bor. Pulli kurslarni o'qimoqchi bo'lsanglar, biz o'shanga qo'shib qo'yamiz. Pulli kurslarimiz to'liq va batafsil tushuntirilgan bo'ladi. Agar savolinglar yo'q bo'lsa, darsni shu joyda yakunlaymiz. 그러면 여러분, 수고가 많았고요. 안녕히 계세요. ya'ni yaxshi qolinglar.